Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlarimiz, dunyoning har yerda turayotgan aziz vatandoshlar, biz Shvetsiya Uyg'ur jamoat birligi vatanimizdagi dahshatlik irqiy qirg'inchilikni, ya'ni xalqimizni och qo'yib, uylarga solab, yo'llarga, ko'chalarga chiqargan mushundaq dahshatlik zulmda tugab ketayotgan onalar, bolalar og'riqlarning dard faryodini jahonga yana bir qatim anglatish uchun Shvetsiyada parlament oldida namoyish uyushtirdik. Xalqimizning ahu zariga bir pedagoglik ko'rsatib, dunyoga dardimizni anglatishga parlament oldiga to'kilaylik aziz qarindoshlarimiz. 24 sentabr shanba hammalarini parlament oldidagi namoyishga chaqiriq qilamiz. Vijdoniy, insoniy, musulmonlik, uyg'urlik Müş bədəlimizni bir saat vaxtımızın çıxırıb xalqımızın ahu faryadını jahonga anlatışqa pedagoglik ko'rsatishinglarni chaqiriq qilamiz azizlar. Rahmat.